Salom do'stlar. Bugun biz Google Forms servisi to'g'risida gaplashamiz. Bundan tashqari ushbu servisdan foydalanish, ya'ni ma'lumotlarni kiritishda avtomatlashtirish harakatini qilib ko'ramiz. Google Forms shu ko'rinishda kiradi. Unga kirish uchun sizda Google account bo'lishi kerak. O'zi Google Form o'zi nima? Google Form bu har xil odamlar, har xil mutaxassislar uchun ko'plab odamlardan so'rovnoma o'tkazish uchun mo'ljallangan servis. Ya'ni sizni bitta savol qidiryapti, o'zingizni ish faoliyatingizda qandaydir hujjatlar tayyorlayotganingizda so'rovnomalar o'tkazish talabi sizga kelganda ushbu bepul servisdan foydalanish juda ham qulaylik keltiradi. Misol uchun, odatda hammamiz Google formani yaratayotganda bu harakatlar bilan jarayonni boshlaymiz. So'rovnoma yoki опросникni nomlanishi aytaylik. Google va minuslar degan mavzu bilan pastiga qandaydir qo'shimcha ma'lumotlarni kiritasiz. Shuningdek, bu so'rovnomani to'ldirishda shartlari, ixtiyoriylik qolishi, anonimligini so'rovdan o'tayotganlar uchun bildirib qo'yishingiz asosiy bo'lar ekan. Ko'rinishda yuqori qismi tanlanadi va savollarga o'tiladi. Savollarga o'tilganda bu yerda o'ng tarafida tiplarni tanlasak bo'ladi. Tekst yoki abzats bilan yoki bitta javob berishi, bir nechta javoblar berishi, ochilib yopiladigan ro'yxat qilinishi, har xil fayllar, baholar qo'yishi, setkalar, flashoblar qo'yish imkoniyati bor. Ko'pchilik endi nесколько из списков, bir necha variantlar ro'yxatdan degan variantni tanlaydida. Aytaylik, Cobaltingiz bormi? Degan savolga yo'q, nima u degandaqa qilib ketiladi. Qo'shimcha savollarga ketilishda yana singari Cobalt olgan bo'ladingiz. Yo'q, yo'q bo'laman. Nima bo'lsa bo'lsa va hokazo. Ko'rinishda Google forma muallif tomonidan tuzib chiqiladi. Tuzib chiqilgandan keyin uni publikovать qilsa bo'ladi. Unga ссылкалар beriladi. Telegram gruppalarda, boshqa messenjerlarda, pochtalar orqali yoki prezentatsiyada havolasini ko'rsatib, o'z auditoriyangizga so'rovnomani to'ldirishni imkoniyatini berishingiz mumkin. Endi tasavvur qiling. Sizda aytaylik 10 ta savol yoki 20 ta savol. Har bitta savollardan 4 ta variant va 3 ta variantdan qilib chiqish kerak. Ko'rib chiqqaningizda bitta savolga savolni qo'yasiz va pluslarni bosib turib javob variantlarini qo'yib chiqasiz. Bu anchagina vaqt, anchagina kuch, diqqat olishi tabiiy. Endi buni yechimini bizda dasturchi do'stlarimiz o'ylab topishibdi. Bu bo'yicha hozir sizlarga kichkina layfhak o'rgataman. Bu sizga anchagina vaqtingizni shu Google Form yasayotganda ko'pgina vaqtlarni tejaydi, anchagina qulaylik olib keladi. Bir chekkadan boshlasak. O'zi kanalimizning nomi AI oson. Shuning uchun barcha mavzularimiz shu
sun'iy intellektdan foydalanib turib yechimni topishga harakat qilamiz. Bu videomizga ham ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali olganman va tayyorlab qo'yganman. Sizlarga ketma-ketligini ko'rsataman. Aytaylik, mana siz biron bir mavzu bo'yicha auditoriyangiz bor, shularga so'rovnoma o'tkazish uchun ushbu servisdan foydalanmoqchisiz. Umuman olib aytganda so'rovnoma o'tkazishingiz kerak. Avvaliga siz mavzuni tanlaysiz. Mavzu bo'yicha mana men sun'iy intellektni ta'limda ishlatilishi mavzusini tanladimda va sun'iy intellekt bilan ChatGPT dasturi bilan muloqotga kirishdim va unga bir nechta komandalarni berdim. ChatGPTga tayinladimki, u so'rovnoma o'tkazish bo'yicha ekspert. Bu prompt engineeringdagi muhim qadamlardan biri. Sun'iy intellektga muloqotdan oldin kimligini aytib, keyin savol bersa, anchagina to'liqroq, anchagina muhimroq, aniqroq ma'lumotlar berishar ekan. Sizlar shuni ko'rsatyapti. Mana savolim 5 ta savol tuzib berish kerak edi. 3 ta variantli qilib va mavzuni berdim. Sun'iy intellektni ta'limdagi ishlatilishi yuzasidan menga so'rovnoma tuzib berish talabini kiritdim. Mana ko'rib turibsizki, tekst ko'rinishida menga 5 ta savol 3 ta variantlar bilan har xil yo'nalishlar bilan kiritdi, topdi. Uni ko'rib chiqamiz. To'g'ri kelsa, bironta joylarni o'zgartirishimiz mumkin. Endi bizga kerakli qismi Google Forms uchun Excel yoki CSV formatida bizga faylni tayyorlab berish kerak edi. Xuddi shu komandani berdim va menga birinchi CSV faylini tayyorlab berdi. Bunda qandaydir kamchiliklar borligini aniqlab oldim. Ko'rsangiz, har xil emblemalar, simvollarni boshqacharoq simvollarga aylantirib yuborgan kamchiligi bo'lgan. Bu meni qoniqtirmadi, shuning uchun muloqotda davom etdik-da va menga qulayrog'i Excel formatdagini belgilariga alohida urg'u berib, qarab, to'g'rilab berishini aytib, Excel faylini tayyorlab berishni so'radim va menga tayyorlab berdi. Yuklab olamiz va uni ochib ko'rsak bo'ladi. Ochib ko'rsak, bizga shu ko'rinishdagi faylni tayyorlab bergan. Buni yuqori birinchi qatordagi yo'nalishni hozir video davomida tushuntirib o'taman. Bizga tayyorlab berdi. Qandaydir qo'shimcha savollar bo'lsa, o'zgartirishlar kerak bo'lsa shu joydan o'zgartirsak bo'ladi, qo'shsak bo'ladi, birortasini o'chirib tashlasak bo'ladi. Muhimi bizga mana shunday fayl ko'rinishdagi shablon kerak. Bu shablonni biz сохранить как deb turib CSV formatida разделитель запятая ko'rinishiga o'tkazib, bironta nom bilan saqlab olishimiz kerak. Bu nimaga kerak bo'ladi? Hozir aytib o'taman. Mana bizga shu ko'rinishda разделённые запятыми degan ko'rinishda fayl saqlab bergan. Bu faylni biz endi keyingi dasturimiz Google Sheets. Bu Google kompaniyasini Excel'ga o'xshagan dasturi. Shu dasturiga import qilishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Bunga ham o'sha Google akkauntda Google Formsdek Google Sheets, Spreadsheets degan havola orqali kiramiz va yangi tablitsa yasaymiz. Bu tablitsaga biz hozirgina tayyorlagan faylimizni yuklaymiz. Uni qayerdan yuklamoqsak, mana bu yerda добавить knopkasi bor. Obzor Sheets. Shu fayl. Bu faylni yuklaymiz. Importировать данные. O'z holi bilan
kireli настройкалар bo'ladi. Ishlamasiga tegamiz va importiруем данные qilsak, hozirgina tayyorlagan Excel'imizni Google Sheets'ga import qilamiz. Bizni so'rovnomamizni keladi desak ham bo'ladi. Mana shu jadval orqali ancha vaqtimiz yo'qoladi. Hozir mana eslatib o'taman. Bu forma yasayotganimizda biz har bittasini kiritib chiqayotgandik. Endi bizga keltiruvchi home packni boshlaymiz. Google Sheets'da qo'shimcha dasturlar yaratilgan. Chet dasturchilar tomonidan nomini bizga keraklisi Forms Builder degan dastur qilamiz. Bu yerda расширение, дополнительное, установить дополнительные degan joydan bu hisobda Google'da dasturlar magazinchasiga o'xshaydi. Bu yerdan Form Builder degan dasturni qidiramiz va bizni qiziqtirayotgan narsa mana bu narsa. Form Builder Sheets. Shu bizga qiziq, ustunaga qilamiz. Bizdan Google account ma'lumotlarini so'raydi. Registratsiya qilamiz. So'ragan narsalarga rozi bo'lamizda va bizni Google accountimizga o'rnatilishini kutib turamiz. Mana bo'ldi, o'rnatildi. Undan so'ng bizda расширение degan joyda mana Form Builder Sheets degan qo'shimcha dasturcha paydo bo'ldi. Start bosamiz. Ushbu dastur Google Sheets'ning ichida ishga tushadi. Kerakli narsalarni tortib yuklab bo'lgandan keyin Start knopkasini bosamiz va bizdan nechta yo'nalishni tanlashni tavsiya qiladi. Bizga hozir questions and answers, ya'ni o'sha savollar va javoblar patterni kerak bo'ladi. Shuni tanlaymiz va dasturda o'zi avtomatik qayerda savollar bor, qayerda javoblar borligini aniqlashga harakat qilib ko'radi va bu yerda sizdan so'raydi. Men o'zim topdim, qilib ko'raymi deydi. Ha desak, mana ko'rishimiz bo'yicha mana savollar ustuniga ani belgiladi. Type ustuniga bni belgiladi. Buni ustunlar haqida gaplashib o'tsak, questionsga bu yerga savollar qilinadi. Type ustuniga bu yerga forumsda agar istasanglar mana shu tanlash imkoniyatimiz bor. Qanday mana berayotgan savolimiz qaysi ko'rinishda bo'lishini belgilovchi parametri aynan mana shu type qismiga to'g'ri keladi. Bu yerda endi javoblar varianti 3 ta variant, option 1, option 2, option 3 yo'nalishi bo'yicha bu o'sha ko'rib turganimiz birinchi, ikkinchi, uchinchi javoblarda bo'ladi. Uni ham burada ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Mana answer starts at column. Savollar qaysi ustundan boshlanadi? Bizga C ustuni kerak. C ustuni belgilaymiz va qaysi ustun tugaydi deganda bu yerga I ustuni belgilaymiz. Bizga delimiterlar kerak emas, agar bizda fayllarimiz virgullar bilan yaratilganda shu bo'lsa bo'ladi. Bo'ldi, ketdi knopkasini bosamiz. Bizda endi ikki xil yo'limiz bor. Formani o'zimiz bu yerda boshqa qismini oformleniyatsini yasab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni plusni bosamizda mana bu qanaqa, bunisi qanaqa, keling shuni ko'rsatib qo'ya qolay. Tak, mavzuga sun'iy intellektni ta'limda ishlatilishi degan mavzuga qo'ysak. Bundan keyin
o'tgandek har xil bizga shunga o'xshagan qo'shimcha savol kerak bo'ladi. Bu yerda so'rovnoma o'tish ixtiyoriy anonim tarzda bo'ladi. Taqdimot sifatini oshirishda hurmat qiladi. Shunga o'xshagan qo'shimcha ma'lumotlarni kiritib qo'yishimiz kerak ekan. Ustozlarning aytish bo'yicha bu yerda keyword muhim emas. Endi keyingi qadam biz uni yaratdik. 1-2-3 deb nomlab qo'ydik. Buni nima qildik biz? Buni formada topib olish uchun. Xo'p, endi davom etamiz. Bu jadvalimizda hamma narsalar belgilandi. Bu yerda qo'shimcha yo'nalishlarni tanlaydi. Xolasi bu yerda ro'yxatini ketma-ketligini ham aralashtirib chiqarishi va shunga o'xshagan ma'lumotlar, qo'shimcha ma'lumotlar qilsak bo'ladi. Endi bu yerda biz keyingi qadam formani tanlashimiz kerak. Yoki yangi yarat deyishimiz mumkin, yoki o'sha yaratilgan formalardan birini tanlashni imkoniyatimiz bor. Keyin hozir yaratilgan 1-2-3 formamizga shuni bog'lab qo'yamiz. Mana 1-2-3 formamiz bor. Select qilamiz va import now knopkasini bosamiz. Biroz o'ylaydi, kiritib chiqyapti biz o'rnimizga dastur. Bizni tabriklayapti. Good job. Hamma ma'lumotlar import qilindi. Google formaga beryapti. Tekshirib ko'ramiz. Bir ikki uch вот mana biz kiritgan ma'lumotlar shu edi xolos. Endi mana narsani yaratgandik va uni tamomiga o'shib ketganini ko'rib turibmiz. Shuncha ish qildim, o'zi qo'lda qilib qo'ysam ham bo'laveradi degandek xayol kelishi mumkin, lekin yo'q. Shuncha ishni qo'lda kiritganingizni qilardingiz, lekin faqat qo'shimchasiga mana shu savollarni ham qo'lda kiritib chiqardinglar. Google forma bilan ishlagan odamlar ancha tushunsa kerak. Umid qilamanki tushunarli bo'ldi. Qisqacha kirishi, buning qo'shimcha advanced urovnlari bor. Bu formalarni ishlatish bo'yicha mana typelari har xil, title degan, section degan, text degan qo'shimcha narsalar bor. Yana required degan yo'nalishi bor. Buni formalarni to'ldirish majburiyati bor yo'qligini ham ularga qo'yib ketsa bo'ladi. Savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, rahmat.